Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hyundai Tucson va Hyundai Sonata avtomobiliga ideal komplekt bilan sizlarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, xo'p, bu avtomobilimiz ikkalasi ham MPI motor bilan jihozlangan. Shuning uchun 4-pakinani o'zida yuradi, ya'ni benzinni aralashtirmasdan yoqadi. Xo'p, bu avtomobilimizga eng full komplektimizdan biri albatta bizga stak miyasi kerak bo'ladi va original italyanskiy reduktorlari bilan ideal qilib uстановка qilib beryapmiz. Xo'p, ichkaridagi Hyundai Sonata avtomobilimizga ham xuddi mana shunday full komplekt, faqat bunga Alex firmasidan foydalanyapmiz. Ya'ni Alex miyalari bilan ideal qilib kulchatlarni ham cho'tki holatda uстановка qilib beramiz, originali. Va original Nordic reduktor, hamma xohlaydigan italyanskiy reduktor original variant. Buni poddelka varianti ham juda ham ko'p chiqib ketgan. Video obzori davomida aytganmiz va yana bir marta aytamiz. Eng asosiy joyi mana shu bolutida ajratuvchi bilan originali shunaqa matli ko'rinishda bo'ladi. Kimgadir mana shunaqa propan, metan narx-navosi ochiq oydin sifatli zapchast, sifatsiz zapchast farqini ko'rib, bilib shuni ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, biz sizga 24 ga taklif qilib qolamiz. Propan va metanni va zapchastlarni hammasini ochiq oydin aytamiz. Ya'ni sizga poddelka narsani hech qachon biz original deb tiqib yormaymiz. 24 ga yetdi sifatli holatda propan va metanni sizlarga taklif qilib qolamiz. Bu videoni Hyundai avtomobili borlarga yuborib qo'ying. Keling sifatli holatda ishimizdan foydalaning. Sirdaryo metangiz obuna bo'lishni unutmang.